Ke ortimdan. Kelibman. Xullas, menda ajoyib reja bor. Qanaqa? Johani qo'shnisi bor-u, o'shani qo'rqitamiz. U qo'rqqandan keyin Johaga aytib beradi. Keyin Joha ham qo'rqadi. Keyin Johani uyini va qishloqni egallab olamiz. Tushundingmi? Tushundim, lekin hozir boramizmi? Yo'q, kech tushishi bilan boramiz. Hali kech tushmadi-yu. Unda kech tushishini kutamiz. Ketdik, kech bo'lsa kelamiz. Namcha zerikarli bu o'yin. Yaxshi bu o'yinda o'ynamayman, o'chirib tashlayman. Yaxshisi Minecraft'ni o'zini legendarniy o'yinimda o'ynaganim yaxshi. Bugun survival qilib bitta uy qurdim. Menga yo'qdi o'zimga. Aytgancha video yo'qib qo'yibman-ku. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar Joha House'ning qaysi kanaldasizlar va qaysi kanal bo'lsa ham obuna bo'lishni va like bosishni unutmanglar. Korоче, bugungi videoda men ko'ryapsizlar, kompyuter o'ynab o'tiribman, ammo boshqa o'yin topolmadim. Faqat mana shu Detisga bo'lgan Tetris o'yinini o'ynab o'tiribman. Menga yoqmaydi bu o'yin. Mana shuni sal balandroq qilmasam boshimda har tushganimda urib olyapman va mani sariq kreslom o'zimga yoqadi. Bu o'zidan yorug'lik o'tkazadimi? O'tkazar ekan. Qanday stul? Bu g'alati. Yo'q, menga yoqmadi. Короче, endi polizga chiqamiz doimgidek. Polizda ishlamasam bo'lmaydi. Chunki narsalar yig'ishtirib olmasam, qishloqlar urib ketadi, hammasini o'g'irlab ketadi. Ular juda ham bezbet va juda ham yomon. Xo'sh, nimaga berdi? Buzib qo'ydim. Вообще dabdala qilib yubordimmi? Necheva, mayli, pishganlarni hozircha yig'ishtirib olamiz. Xo'p, endi mana bu sabzilar qaytarib joyiga ekib chiqish kerak. Menda reja bor, ya'ni mana shu yerdan yaxshi hosil olsam, keyin qishloqlarga sotaman hammasini, sabzini ham, kartoshkani ham, keyin yana nimadir ekkanman, uni ham, ya'ni bug'doy ekkanman non qilish uchun, o'shani ham olishadi qishloqlar. Men esa boyib ketaman, cho'tki bo'ladi hammasi. Kartoshkani olamiz. Ana endi kartoshkada ham hosil yaxshi bo'lyapti. Juda ham ko'p emas hosil, sabziga qaraganda. Sabzida hosil ko'p. Sabzi ko'p ekilgani uchun hosil ko'p. Kartoshka bir qatorga ekilgan faqat. Sabzi ko'p qatorga ekilgan. Ana endi bug'doylarni olib chiqamiz. Menimcha bittasida hosil bor ekan faqat. Nimaga men hammasini olib chiqdim, hayronman. Yaxshi, mana bu ham pishganmikan? Yo'q, pishmabdi. 4 donagina pishibdi bor yo'g'i. Nima qilaman bunchasini olib tashlab pishmagan bo'lsa? Ha mayli, endi nima ham derdim, qaytarib ekib qo'yib bo'lmay, bitta ortiqcha urug' chiqdimi? Ha mayli, bitta urug' ortiqcha. Buni olib qo'yaman, keyingi marta ekaman qo'shib. Hozir esa kech tushyapti o'sha quyosh qani. Mana quyosh botyapti, juda ham chiroyli bo'lib. Endi uyimga kirib uxlashim kerak. Kechasi uxlayman, albatta hozir borib birdan uxlab olmayman. Buncha vaqt uxlab o'tirishda o'zi bo'lmagan narsa. Hozir chiqib bir aylanib kelay, undan ko'ra borib taxt olib kelishim kerak. To'xtanglar, men bir ikkita taxt olib kelay. Bir ikkita narsaga kerak bo'lyapti taxta, ammo kech bo'lib ketdi. Mayli, kech bo'lsa ham iloji yo'q. Taxtalar yig'ishtirib kelsam, taxta olib kelishni erta kech yo'q deydi. O'shanaqa, короче, taxta olib kelamiz hozir. Taxt olib kelgandan keyin cho'tki narsa qurmoqchiman, ammo kech tushyapti. Mayli, kech tushguncha hatto bitta daraxt kesib olib kelishim kerak. Mana shu daraxtni hatto olib kelsam, menimcha yetib qoladi. Yetmasa ham yetkazamiz, muammo yo'q. Bir amallash kerak. Mana bu daraxtlar ko'p ekan, men shularni olib ketaman. Bitta narsa qurmoqchiman, ya'ni nimaligini sizlarga aytmayman, chunki u sir bo'lib qoladi. Agar qanaqa sirligini bilmoqchi bo'lsanglar, albatta like bosinglar va kommentariyaga yozib, qanaqa sir deb yozsanglar, men sizlarga sirimni aytaman. Qanaqa sirligini aytmayman. Sirligini aytaman, qanaqa sirligini aytmayman. Gapni qaranglar, cho'tkaligini. Xo'sh, menimcha 15 ta o'pdi. Yetadi, 15 tasi nechta taxta bo'ladi? Taxtaga aylantirib ko'rayda. 60 ta yetadi, gap yo'q. Bittasidan bir stak bo'ladi, to'xtaylik, bitta olib ketay. Qaysidan bitta olsam bo'ladi? Lekin tagidan olmas kerak, ustrog'idan olish kerak iloji bo'lsa, chunki tagidan kesadigan bo'lsam ag'nab tushishi mumkin. Mana shuni oldik. Olinmadi, mayli, ikkita olar ekanman bo'lmasa. Olindi ikkita ham. Bittasini to'xtaylik, bittasini olamiz. Bittasini qaytarib ekib qo'yamiz. Texnologiya qilamiz. Ammo qanday mana baribir havoda qolib ketar ekan. Voy, o'lma. To'xtanglar, biz yaxshi ish qilishimiz kerak. Albatta, ham daraxtlarni bilan birga ekib ketsak, biz yana kelgan vaqtimiz bizga o'tin bo'lib turadi. Olmani esa yeyman, qorin to'qlash uchun. Albatta, bir stak taxt oldim, menimcha yetsa kerak. Xo'sh, kech tushib ketdi, endi borib uxlayman mazza qilib. Kecha uxlamagandim. Nimaga uxlamading desanglar, endi uyqum kelmagandan keyin nima qilaman uxlab? Xo'sh, tak, uyim qani, uyim, mana uyimga ham yetib keldim nihoyat. Tak, okey. Voy, qo'rqdim.
stop, nimadan qo'rqding? Voy qo'rqyapman, voy yomon qo'rqyapman, qo'rqib ketyapman. To'xta, nimadan qo'rqding? Menga tushuntir. Uyimga qanaqadir ovoz eshitilyapti, o'shandan qo'rqdim. Voy yomon qo'rqdim, men ketdim. Vatta, qayerga ketdi bu garang? Voy garang, uyimdan qanaqadir ovoz kelyapti dedimi? Uyiga kirib ko'raymikan. Tak, qanaqa ovoz kelyapti ekan? Oyog'imni ovozi-ku, boshqa ovoz yo'q. Menimcha u adashdi. Adashib ketdi aniq, lekin hozir qayerga ketgan bilan mana nima narsa edi? Bu yonar qo'ng'izlar, ahamiyat bermaysizlar, bizda yonar qo'ng'izlar katta-katta, lekin yonib turibdi, ko'ryapsizlarmi? Borib teginib ko'raymi? Yo'q, ikkita ekan. Wow, juda ham chiroyli, ko'ryapsizlarmi? Vashshe dahshat. Menga yoqadi, har kechasi chiqadi ayniqsa. Men ham bitta ko'rgandek bo'ldim. Ko'rmagan ekanman. Xo'sh, uxlayman endi. Men qo'rqmayman hech qanaqa ovozlardan. Uxlab olish kerak, tamom. Xo'sh. Yana ovoz eshitildi. Yordam ber, yordam, Jo'xa, yordam ber. Obbo, uxlagani qo'ymas ekanda. Qanaqa yordam deydi? Qani o'zi? Meni chaqirdi-ku hozir. Qani qayerga ketdi? Vatta. Yo'q-ku, hech qayerda. Uydamikan? Uyda ekan. Nima qilyapsan? Men shu yerga yashirinib oldim ovozdan. Garang, shu yerga eshitilmaydimi bu gaping bilan? Bilmadim, balki eshitilmas. Mayli, pastga tushaman hozir mana. Короче, bu insonga men ketdim, ko'chib ketaman bu yerda yaxshisi. Bu yerda g'alati ovozlar eshitilyapti. Men bu yerda yashay olmayman, tushundingmi? Lekin hech qanaqa ovoz yo'q-ku. Menga eshitildi. Короче, men ketdim. Bo'pti, sog' bo'l bu insonga. Unday qilma, tintaymisan, sen bu yerda yashamaysanmi? Yo'q, bo'pti, men ketdim. Nima qilgani bu endi? Yo'l qayerda edi? Hozir men yo'l topib olayda ketdim men. Bu yoqqa ketaman, bo'pti. Bu aniq garang bo'lib qolgan. Uyning ichida hech qanaqa ovoz yo'q-ku. Mana eshitmadimmi ekan? Bilmadim. Lekin hech qanaqa ovoz, balki yotsa eshitilar, yotib ko'raymikan. Rostdan ham qandaydir ovoz eshitildimi? To'xtaylar, qaytadan uxlab ko'raman. Rostdan ham eshitilyapti-ku. Vatta, nimani ovozi ekan-a? Yomon, g'alati ovoz-ku, lekin hech nima yo'q. Bilmadim, nimanidir ovoz kelib, uxlab ko'rish kerak. To'xtaylar. Kimdir kuchanyaptimi qayerdandir? Vobshe g'alati ovoz-ku. Balki yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Ana jitar qayerga ketdi? Hayronman. Yaxshisi borib uyimga uxlay. To'xtaylar. Tak, uxlayman bo'ldi. O'zimni uyimda uxlasam eshitilmas kerak menimcha. Jo'xa, men qaytib keldim. Uxlayman endi. Mayli, uxlasang uxla, men ham uxlay. Voy, yana ovoz eshitilyapti. Jo'xa, bu yoqqa kel. Tentak qilding, shu kecha uxlamas ekanman-da, короче. Bilmadim endi, har kecha shunday qilaverasan. Sen ketuvding-ku ko'chib. O'rmonda qorong'i ekan, yaxshisi uyimda uxlayman. Mana shu burchakda tursammikan? Yo'q, sen yaxshisi ko'chib ketish yerdan sen shu yerda yashasang, men asabim buzilib ketyapti. Yo'q, ketmayman, yaxshisi mana shu yerda yashayman. Sen karavotda men uxlayman, короче. Tushundingmi? Ket bu yoqdan. Sur. Mayli, bo'pti, men ketdim. Ana eshitildi, ko'rdingmi? Eshitildi ovoz, men ketdim, yaxshisi bu yerda yashamayman. Bo'pti, men ketdim. Obbo, nima qilyapti bu? Rostdan qaranglar, ovoz eshitilyapti, lekin nimani ovozi hayronman. Men ketdim borib, uydan taporimda yoki qurol olib kelay. To'xtaylar, qurolim bor meni. Qurol olib boray, qanaqadir narsa bo'lsa o'ldirib qo'yaman. Tak. Qurolni olamiz. Tak, uyimizga asta kiramiz. Uyim meni uyim emas-ku bu. Tak, hozircha hech nima yo'q. Tak, yotib ko'ramiz, to'xtaylar. Uxlaymiz, yana o'sha ovoz chiqadi va stras turib atrofni qarayman, kimdir bo'lsa ko'rinadi menga. Qani, kimsan? To'xta, kimsan? Hech kim yo'q-ku. Vatta, ovoz qayerdan kelyapti? Hayronman. Tushunarsiz, umuman tushunarsiz, hayronman. Yaxshisi ketdim, uxlayman borib. Jitel keladimi? Menga eshitilmayapti muhim. Endi jitel chaqirsa kelmayman, umuman kelmayman, to'g'risi. Tak, uxlayman endi. Jo'xa, men qaytib keldim yana. Obbo, ketsang ketda endi, kelaverma. Bo'ldi, men bormayman, meni chaqirma qaytib. Mayli, bo'pti, men uxladim. Mayli, yaxshi uxla. Tak. Nimani o'zi? To'xtaylar, meni ham uyimga eshitilyapti. Hayronman. Qishloqlar birortasi eshikka chiqib ish qilib yomon ish qilmayaptimi? Yo'q, hammasi joyida. Lekin tushunmadim.
qani ovoz qayerdan kelyapti? man bilmadim lekin yomon kelyapti to'g'risi. Bilish kerak edi o'shani. Bilmadim. To'xta, men o'zim aniqlayman. Sen bo'lmasa tush, mana yoqqa tush. Bor, yana bor. Shu yoqqa chiqib kel, bir o'rmonga aralashib chiqib kel, bor. Shu burchakka sen nima yashinyapsan? Shu yerda ovoz eshitilmayaptimi? To'xta, hozir men shu yerda turib ko'raman. Jim tur, gapirmay tur, tushundingmi? Mayli. Yana eshitildi. To'xta, qayerga ketding? Bo'ldi, man ketdim, bu yerda yashamayman. O'sha ertalab bo'ldi. Yaxshi, mayli. Endi men ertalabga shu yerda bo'laman, to'xtanglar. O'zim uxlayotganga solaman deb poylayman. Tak, uxladim. Voy, Rostdan ham uxlab qolibman-ku. yana eshitildi. Ye? Sanmading hali? Yana emas. Qandaydir qo'ng'izcha-ku. Bu yerda hech qanaqa ovoz yo'q. Shuni ovoziga qo'rqqan jitel, voy ahmoq, mayli. Bo'ldi, muhim endi ovoz yo'q. Qaytib keladi jitel hali. Chunki kecha necha marta qaytib kelganini o'zingizlar ko'rdinglar. Endi esa men uxlayman, ammo erta bo'lib ketibdi, mayli. Erta bo'lib ketsa ham uxlayman. Mayli, endi uxlamasam bo'lmaydi, baribir charchadim-ku.